siz ko'rishasiz. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Bugungi 7-chaqiriq Xalq deputatlari Navoiy shahar kengashining 22-sessiyasida Xalq deputatlari Navoiy shahar kengashiga saylangan 20 nafar deputatlardan 17 nafar ishtirok etmoqda. 3 nafar deputatlar huzurli sabablarga ko'ra ishtirok etishmayapti. Quorum mavjud. Sessiya ishida shahar hokimi o'rinbosarlari, tegishli tashkilot korxona rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashmoqda. 7-chaqiriq Xalq deputatlari Navoiy shahar kengashining 22-sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday taklifi bor? Ochilsin degan taklif tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, biz sessiya kotibini saylab olishimiz kerak bo'ladi. Buning saylov bilan saylangan deputat To'laboyeva Mahliyo sessiya kotibi deb saylash taklif etilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Taklif qilingan nomzodga qo'l ko'tarib ovoz berishni so'rayman. Rozilar? Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Taklif ovozdan qabul qilindi. Hurmatli To'laboyev Mahliyo, hurmatli deputatlar, bugun 7-chaqiriq Xalq deputatlari Navoiy shahar kengashining 22-sessiyasi kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibiga 7 ta masala kiritilmoqda. Ya'ni Navoiy shahar mahalliy byudjetining birinchi oylik byudjetini tasdiqlash to'g'risida 2026 yil birinchi oylik davomida xarajatlar yoyilmasini kiritiga o'zgartirish tasdiqlash to'g'risida
Üçüncü masala 2026 yıl birinchi oylik davomida yer maydonlarida bo'lgan huquqni sotishdan tushgan tushumlarni hisobotdan chiqarish va farmoyishlarni tasdiqlash to'g'risida. To'rtinchi masala tuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'laridan foydalanish to'g'risida. Beshinchisi sport maktabida hisobot to'g'risida. Oltinchisi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish iqlim o'zgarishi boshqarmasi Nurafshon shahar bo'limi tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Yettinchisi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini 2024 yil 26 mart kuni jamoatchilik fikri asosida ishlab chiqilgan mening bog'im loyihalarini shakllantirish va moliyalashtirish tartibi to'g'risidagi 156 sonli qaror ijrosini ta'minlash to'g'risidagi masalada kiritilgan. Taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan boshqa taklifi bormi? Agar taklifi bo'lmasa, qo'l ko'tarib ovoz berishidan so'rayman. Hozirlar qarshilar yo'q, e'tiroflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, endi biza sessiya reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi sessiya reglamenti taklif qilinmoqda. Ma'ruzachilar uchun 10 daqiqagacha, so'zga chiquvchilar va munosabat bildiruvchilarga 5 daqiqagacha, savol-javoblarga 3 daqiqadan 5 daqiqagacha vaqt beriladi. Boshqa taklifi bormi? Bu holda ovozga qo'yaman, qo'l ko'tarib olib berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, e'tiroflar yo'q. Reglament bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, endi kun tartibidagi masalani ko'rishga o'tamiz. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'zni inson ijtimoiy jamiyat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 30 yanvardagi 17 farmoni hamda 196 qaroriga asosan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'laridan foydalanish to'g'risidagi masala kun tartibiga kiritilgan edi. Ushbu masalani mahalliy byudjet, iqtisodiy hisobotlar amalga oshirish, investitsiya va tadbirkorlikni rivojlantirish masalasi bo'yicha doimiy komissiya tomonidan ko'rib chiqilgan tegishli qaror qabul qilingan. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'zni Inson ijtimoiy xizmatlar markazi direktori vaqtincha vazifa bajaruvchisi Sanjar Ahmadaliyevga beriladi. Rahmat. Yanvardagi aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartibi tamoyillarini takomillashtirish to'g'risidagi Prezident farmoni 17-sonli farmoni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2026-22 maydagi muborak Qurbon hayitini nishonlash to'g'risidagi sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Nurafshon shahrida istiqomat qiluvchi ijtimoiy reestrdagi davlat ta'minotidagi oila toifasiga kirgan oilalar, shuningdek yolg'iz yashovchi keksa va nogironligi bo'lgan shaxslar holidan xabar olinib, Qurbon hayiti bayrami munosabati bilan ularga oziq-ovqat mahsulotlari to'plami Respublika mahalla jamg'armasi uyushmasi tavsiyasi asosida 10 turdagi mahsulotlar yetkazib berildi. Xususan, Nurafshon shahridagi istiqomat qiluvchi 275 ta davlat ta'minotidagi oila hamda yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimining yolg'iz keksa reyestrida ro'yxatda turgan 32 nafar yolg'iz keksalar, jami 307 nafar fuqarolarga 10 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari to'plami yetkazib berildi. O'sha yetkazib berildi mahsulotlar infratuzilma va barqarorlik jamg'armasidan jami o'sha 307 fuqaroni 126,5 million so'm miqdordagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasidan ajratish. Hurmatli deputatlar, endi muzokaraga o'tsak, mavzu tugadimi yo'qmi? Munosabat bildirish uchun so'z xalq deputatlari Nurafshon shahar kengashi mahalliy byudjet iqtisodiyot islohotlarini amalga oshirish, investitsiya va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Murod G'ulomovga beriladi. Marhamat.
hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masala yuzasidan ma'ruzachiga hamda doimiy komissiya raisiga o'zinglar fikringlar bormi yoki ma'ruzachiga savolinglar bormi? Savollar yo'q bo'lsa, kun tartibidagi masala yuzasidan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar ma'qul bo'lsa, mazkur qaror loyihasini qo'l ko'tarib ovoz berib tasdiqlashingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Kun tartibidagi keyingi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunni 10-moddasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 31-maydagi TF 81 sonli farmoniga asosan ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va o'zgarish boshqarmasi Nurafshon shahar bo'limi tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida masala kun tartibiga kiritilgan. Ushbu masala ham doimiy komissiya tomonidan ko'rib chiqib, tegishli qaror qabul qilingan. Kun tartibidagi masala yuzasidan ekologiya va iqlim o'zgarish bo'limi boshlig'i Maqsud beramiz. Qancha bo'ldi savol? Ishlagansiz? Yo'q. Kecha viloyat hokimini eshitdingmi yoki qatnashdingmi? Kechki sessiyada qatnashdingmi? Ruxsat bersangiz deputatlar muzokaraga o'tishdan oldin bu narsa ham doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan. Doimiy komissiya o'zini xulosasini bersa, keyin deputatlar savol javob qilamiz edi. Biz ham xulosamizni beramiz. Mening fikrim, o'tgan safargi sessiyaga chaqirilganda ham ular kelmagan edilar. Tushuntirish xati yozib berganlar. Mana bugungi sessiyaga kelgan munosabatlari ham, kelishlari, hisobotlarini ham keyin savol javob qilib gaplashamiz. Hozir shu doimiy komissiya bilan so'raymiz. Chiqib beramiz, ko'rib chiqib o'rganganingizki, buni sessiyaga olib chiqish uchun bularga qanaqadir e'tirozingiz bo'lganmi, boshqa gap so'zingiz bo'lganmi, bunaqa material bilan sessiyaga kirishni
aytganmisiz, tushuntirganmisiz? Shuna bo'yicha fikringiz bildiring. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Xalq deputatlari Nurafshon shahar kengashining ekologiya to'g'risida suv xo'jaligi masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan mana shu ekologiya bo'limi tomonidan amalga oshirilgan ishlar ko'rib chiqildi. Ular o'sha taqdim etilgan ma'lumotlar ham taqdim etildi. Lekin bugun hozir bu kishi hisobot berayotgan paytda hurmatli rais yangi ish keltiradi. Ham ekologiyadan boshlanadi, ekologiyani qilingan ishlari olib boradi. Keyin mana bu o'sha mening bog'im bo'yicha berilgan ikkalasini aralashtirib nima shuni inobatga olib, shu ekologiya ishlari bo'yicha o'sha kamchiliklar, tavsiyalar berildi komissiya tomonidan. Shu yo'l qo'yilgan kamchiliklar man o'z xulosam bermoqchiman. Keyingi masalan 3 oylikda yana ko'rib chiqilsin amalga oshirilgan ishlar. Chunki kamchiliklar juda ham ko'p. O'sha kecha viloyat hokimimiz ham aytib o'tdilar. Ekologiya yoki mana tashkil etilgan bog'larimiz ham daraxtlar qo'yapti. Keyin mana shularni oldini olish bo'yicha ishlar tashkil etilganligi uchun keyin mana bu mening bog'im bo'yicha ham o'sha hozir aytib o'tdilar. Shu mening bog'im bo'yicha bu Hurriyat mahallasidan o'sha yarim gektar yer ajratilgan. O'sha yerda mening bog'im bu o'sha jamoatchilik talabi asosida ajratilgan. Shuni qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rayman, hurmatli deputatlar. O'sha yerda bog' qurilyapti, o'sha Hurriyat mahallasi. Rahmat, shu bog'ni borib ko'rdinglarmi? Joyni borib ko'rdik. Joyni borib ko'rdik. Hali joy endi. 250 million ajratildi. Shularga mablag' ajratilib, joy ajratildi. Bu masala Endi savol marhamat. bu masala bir aydan beri orada bo'ldi. Hokimlik ketishiga ham sabab shu. Bundan birinchi masala yozib qo'yibdi. Shahardagi yashil hududga ekilgan daraxtlarga jon kiradigan kishi yo'q. Bular hokimlik gapi bu. Qanaqa hozir bu qoniqarli deb nima qilish mumkin ish? Bu tashkil qilgan orqaga qoldirsak ham bo'lmaydi-da. Hozir qabul qilingan ekologiyani endi mana muhokamaga qo'yaman. Deputatlar muhokamasiga. Kimlarga qarab deputatlar so'ramagan, o'zlarining fikrlarini bildirdilar. Kecha o'zimiz ham hammamiz qatnashdik, ko'pda ham fikrlarni eshitdik. Kecha viloyat hokimining o'zlari tanqidlardan keyindan juda qattiq tanqid qildilar, lekin hamma rayonga qaraganda biz rayonning chiroyli deputatlarimiz hammasi qatnashib yig'ilish bo'lsa, deputatlarimizga ham juda katta e'tiroz bo'ldi. Bundan tashqari tuman shahar bo'limlariga ham rahbarlariga ham e'tiroz bo'ldi. Shunga qaramasdan bugungi munosabatda ham ko'rib turibsizlar. Shuning uchun yana kimda qaysi deputatlarda savollar bor? Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli deputatlar. 18-taraqqiyot saylovi bo'lgan. Bular mana ekologiya rahbari endi 2 oy ishlaydi. Men taklifim shunaqa. Shaharda 13 ta ta'lim maktablari bor. Shunday 13 ta davlat maktabgacha ta'lim muassasalari. Bu yerda biz har yili yashiringan bo'yicha ekanmiz. 123 nima qilasiz? 126 o'shani buni shunday taklif etyaptiki, borib pul to'lang, pul to'lasangiz men xulosa beramiz. Bir marta puldan to'ladi. Xulosa olmayapmiz. Bu davlat qo'ygan. Ertaga shamol bo'lsa, boshqa bo'lsa, sinib to'lab, o'quvchining ustiga tushish xavfi bor. Yana bitta narsa, ekologiya tomonidan shuni ko'rib chiqsangizda, inventarizatsiya o'tkazib, buni olib tashlash, kesib tashlash bo'yicha xulosa bersak. Biz boshqa pul to'lashga shart bizda imkoniyat yo'q. Chunki mana deputatlarimiz moliya bo'limi bo'lsak, maktablarga biron so'm moliya tomonidan pul ajratilmaydi. Yaqin 3 yil ichida maktab bog'chalarga bu remont uchun, mana shu xarajatlar uchun pul ajratilmagan. Bizni hisob raqamimizda pul yo'q.
hisoblarimizga tushayotgan byudjetdan tashqari mablag'imiz o'sha remontga o'zimiz uchun ishlatyapmiz. Shuni sizlar kim pul to'laydi? Davlat xizmatlari Bosh davlat Davlat xizmatlari byudjet tashkilotdan hech qachon pul talab qilishga nima emasda, u yerda ko'rsatilmagan. Byudjet tashkilotdan pul olinsin deyilmagan. Shu paytgacha mana men misol uchun Toshkent tumanida rahbar bo'lib ishlagan bo'lsam, byudjet tashkilot yo maktab yo mahalla idorasi yagona darchaga borib pul to'lab ariza tashlamagan. Tekinga ariza tashlagan. Tekinga ariza tashlagan. Shu sizlaringiz bilan biz xalq ta'limi bo'limi yashil maydonda hamma oldinda yurganmiz. Ekish bo'yicha biz sizga doimlar bo'yicha javob beramiz ekanmiz. Lekin siz bu tomondan bizga yordam beringda, qonunimizda huquq qolgan taraflarimizni olish bo'yicha bizga tavsiya berasiz. Buni xalq ta'limi ustiga tushunishi kerak. Yana bitta savolim bor. Agar savoli bo'lmasa, men bir taklifim bor, ruxsat bersanglar, maqsad aka, sizga 2 oy bo'lgansiz, sizni shaxs sifatida sizga bizga e'tirozimiz ham 100% bo'lgan, mana qilmaganmiz 2 oyda hali kecha viloyat hokimiyati boshqa bir oy 2 oyda kadrlar qo'limsizligi bo'lmasligini inobatga olib, biz mana hozir doimiy komissiya raisimiz ham, deputatlarimiz ham Nurafshon shaharda ekologik vaziyat olib borilayotgan ishga qoniqasiz. Bu bo'lim boshlig'iniki emas. Ishga qoniqasiz, sizga topshiriq bo'ladi, keyingi sessiyaga shu ekologiyadan oldini olish, qolaversa atrof muhitni yana ham obodonlashtirish, keyin nechta odamga ishtirok qilgansiz, mana davlat qancha gul, qancha daraxt ekyapti-da, uni kimga biriktirilgan? Biriktirilgan. Ana shu biriktirilgan odamni quritib qo'ygandan keyin unga jarima qo'lladingizmi, yo'qmi? Yoki tegishli chora ko'rdingizmi, yo'qmi? Ana shu bo'yicha sizga keyingi sessiyaga chiroyli qilib ta'sirchan, faqat yoki jarima haqoliga emas, yoki bo'lmasam boshqaga emas, ishlaydigan, yuradigan ta'sirchan chora-tadbir belgilab, olib kirish taklifini beraman. Tushundingizmi? Bugungi kunda olib borilayotgan Nurafshon shahrida ekologik talab darajasida emas. Agar ruxsat bersangiz, qaror loyihasiga tarqatilgan. Bu qarorda faoliyatlari qoniqarli deyilganda loyihasida. Buni o'zgartirib, biz qoniqarsiz deb turib baholaymiz. Chunki mana o'zingizdan ko'ryapsiz, hisobotingizni ham ko'ryapsiz. Sizga keyingi sessiyaga kotibimizdan iltimos qilamiz, yozib chiroyli qilib, chora-tadbir qilib, yo'rg'alikda qilib, o'sha mana hozir ham boshlandi. Yangi hokimimiz boshchiligida yurib keldik o'sha joydan. Ekilyapti, suv qo'yilyapti, gul ekilyapti, boshqalar ya'ni ko'kalamzorlashda, obodonlashda hamma narsa qilinyapti. Ana o'shani saqlab qolish masalasiga chora-tadbirni belgilab, biz keyin o'sha narsani targ'ibot qilishimiz kerak. Bularni qila olamizmi yoki qo'lingizdan keladimi? Nechta xodimimiz bor? 2 xodimimiz bor, lekin sizda anaqa bor. Vakolat bor. To'g'rimi? O'shaning uchun sizdan shu narsani iltimos qilamiz, hurmatli deputatlar, agar kun tartibidagi yuzasidan qaror loyihasi tarqatilgan, hozirgi bildirilgan taklif va mulohazalar bilan millat asos sifatida tasdiqlansin deb desanglar, qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, bu tarafda yo'q. Rahmat, qaror o'sha o'zgartirish qo'shimchani oxirgi zvonot bu. Oxirgi zvonot. Shunaqa qilib tasdiqlandi. Ikkinchi mening bog'imni ham tasdiqlab bersalar, o'shaki o'sha aholini jamoatchilikni so'rovi asosida qilinyapti. Bu yer mahalasi. Buni ham qaror loyihasida yozilganmi yoki ikkita masala? Ikkita masala bor, ikkita masala. Mening bor, ikkinchi masalani ham so'raysiz. Aholini o'zini tashabbusi bilan qilishganda
ikkinchi masala yuzasidan ham qaror loyihasiga tarqatilgan. Agar hurmatli deputatlar rozi bo'lsanglar, uni ham tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rozi tasdiqlandi. Rahmat. O'zingiz egallashingiz mumkin. Keyingi sessiyaga juda qattiq tayyorgarlik qilib, tez hozir etilganlik bu oxirgi sizga hurmatli deputatlar, kun tartibidagi keyingi masalalar ko'rishib o'tamiz. Kun tartibidagi masala yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 126-sonli moddasi hamda mahalliy byudjet davlat hokimiyati to'g'risidagi qonuni, Nurafshon shahar mahalliy byudjet birinchi oylik ijrosini tasdiqlash to'g'risidagi masala kun tartibiga kiritilgan. Ushbu masala ham doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan. Shu masala bo'yicha iqtisodiyot va moliya bo'limida Shohjahon Egashevga so'z beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar va ishtirokchilar. Bugun sizlarga Nurafshon shahar mahalliy byudjetining 2026-yil birinchi oylik ijrosi to'g'risida kengash qaror loyihasini o'qib eshittirmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 dekabrdagi 2026 yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi 11 sonli qonuni, bunga asosan Toshkent viloyat xalq deputatlar kengashining 2025 yil 29 dekabrdagi qarori hamda Nurafshon shahar xalq deputatlar kengashining 2025 yil 30 dekabrdagi shahar mahalliy byudjetini tasdiqlash to'g'risidagi tegishli qaroriga asosan shahar mahalliy byudjet daromadlari hamda xarajatlar rejasi tasdiqlangan. Bunga asosan Nurafshon shahrida 2026 yil shahar mahalliy byudjetining birinchi oylik daromadlar rejasi 14 milliard 844 million so'm etib belgilangan bo'lib, amalda 20 milliard 698 million so'mga tushum ta'minlandi. Natijada daromadlar rejasi 5 milliard 854 million so'mga ortig'i bilan yoki rejaga nisbatan 139.4% ga bajarildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 26 dekabrdagi PK 387 sonli qaroriga asosan viloyat mahalliy byudjetidan shahar mahalliy byudjetiga 1 milliard 149 million 700 so'm mablag' o'tkazib berildi. Natijada shahar mahalliy byudjet daromadlar rejasi 7 milliard 3 million so'mni tashkil etdi. Bunda foizimiz jamisi 147.1% ga ta'minlandi. 2026 yil birinchi oylik shahar mahalliy byudjet xarajatlari uchun 28 milliard 274 million so'm mablag' rejalashtirilgan bo'lib, amalda 25 milliard 643 million so'mga yoki rejaga 90% ga ijro etildi. Xarajatlar ijtimoiy soha, iqtisodiy tarmoqlar, obodonlashtirish ishlari, davlat boshqaruv organlarini saqlash hamda fuqarolar tashabbus jamg'armalari tadbirlariga yo'naltirildi. 2026 yil birinchi oylik davomida mahalliy byudjet xarajatlari yig'ilmasiga bir qator o'zgartirishlar kiritildi. Xususan, byudjet tashkilotlari bo'yicha ish tartibiga tenglashtirilgan to'lovlar o'z vaqtida moliyalashtirish, shuningdek, byudjet tashkilotlariga asosan murojaatlarga asosan mablag'lar tegishli o'zgartirishlar amalga oshirildi. Nurafshon shahar mahalliy byudjeti 2026 yil birinchi oylik 14 milliard 844 million so'mni tashkil etib, biz amalda 20 milliard 698 millionga bajardik daromadlar tushishini. Viloyat 387 sonli qaroriga asosan 1 milliard 149 million so'm viloyat mahalliy byudjetidan berildi. Bu bilan jamisi 7 milliard 3 million qo'shimcha manbaga erishdik biz. Bunda yer sotishdan tushgan tushumlar hisobidan 7 milliard 53 million mablag' tushgan. Xabarlaringiz bor, har sessiyada ma'lumot berib o'tib ketaman. Daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismi bu bitta manba bo'lsa, yer maydonlariga bo'lgan pul sotishdan tushgan tushumlar hisobidan tushadigan tushumlar bu alohida manba. Shuni hisobiga yer sotishdan tushgan tushumlar hisobidan shakllanadigan mablag' har oy yakuni bilan shakllanadi. Yanvar oyida tushgan tushumni fevral oyida hokim farmoyishi asosida ishlatamiz. Bizda bu chorakda xuddi shunday holat bo'ldi. Ikkinchi masala ham shu. Hozir birinchi masalada yoritib ketsam, ikkinchi masalani, kengashga kiritilgan ikkinchi masalani yanvar oyida yer maydonlariga bo'lgan huquqni sotishdan tushgan tushumlar hisobidan shakllangan mablag'lar fevral oyida hokim farmoyishi asosida tegishli tartibda yo'naltirildi. Bunda yer sotishdan tushgan tushumlar hisobidan shakllangan mablag'larning 30% qo'pyon byudjet davlat dasturiga yo'naltiriladi. Qolgan qismi hokim tavsiyasi asosida shaharni iqtisodiy rivojlantirish, ta'lim, umumiy sohalarga yo'naltiriladi. Hokim
tavsiyasi asosida, hokim farmoyishi asosida. Biz birinchi chorakda daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismi hisobidan rejani bajara olmadik. Yer sotishdan tushgan tushumlar hisobiga bajarildi. Birinchi chorak yakuni, har chorak yakuni bilan xabarlaringiz bor, daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismi hisobidan mablag' yo'naltirish to'g'risida qaror loyiha kiritiladi. Hokim tavsiyasi asosida. Bizda birinchi chorak daromadlar rejasini orttirib bajara olmaganimiz hisobiga hozir ushbu loyiha yo'q bizda. Faqatgina yer sotishdan tushgan tushumlar hisobidan mablag' orttirganmiz. Daromadlar rejasini bajarishni yer sotishdan tushgan tushumlar hisobidan 7,53 million mablag' tushgan. Daromadlar rejasini daromadni bajarish jarayonida 50 million minusda chiqqanmiz. Shuni hisobiga yer sotishdan tushgan tushumlar 50 millionni qarzdorligini qoplashga qolgan 7,3 millionni hokim farmoyishi asosida yo'naltirilgan. Agar kimgadir tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, hozir suhbatning yakunida savollar berishlaringiz mumkin. Imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Birinchi chorak daromad va xarajatlar to'g'risidagi ma'lumotlar shular edi. Agar ma'qul ko'rsalaringiz, shu masalani tasdiqlab berishda amalga yordam berishingizni so'rayman. Ikkinchi masala, Nurafshon shahar mahalliy byudjetining 2026-yil birinchi chorak davomida yer maydonlariga bo'lgan huquq sotishdan tushgan tushumlar hisobidan har oy yakuni bilan mablag' ajratish yuzasidan hokim farmoyishi asosida chiqarilgan farmoyishlarni tasdiqlab berish to'g'risida. Hozir mana ochib ketdim. Birinchi masalada ikkinchi masalani o'qib ketdim. Farmoyishlar ro'yxati kengash hokimiyatiga taqdim etilgan. Fevral oyidan bugungi kungacha birinchi chorak davomida tushgan tushumlar hisobidan shakllangan mablag'lar yo'naltirish to'g'risidagi farmoyishlar kengash hokimiyatiga taqdim etilgan. Ushbu farmoyishlar mazmun mohiyatidan, byudjet kodeksidan, Senatning 2026-yil 12-martdagi 325-sonli qaroridan kelib chiqib, to'g'ri yo'naltirishga harakat qilingan. Hammasi ham to'g'ri yo'naltirilgan. Shu farmoyishlarni tasdiqlab berishda amalga yordam berishlaringizni so'rayman. Kun tartibidagi 3-masala Nurafshon shahrining 2026-yil birinchi chorak davomida mahalliy byudjet xarajatlari yoyilmasiga tegishli tartibda Dimbat dasturi orqali kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risida qaror loyihalari taqdim etilmoqda. Ilovaga asosan buni ham taqdim etyapmiz. 2026-yil davomida yil boshida xarajatlar tasdiqlangan. Hozir bu o'zgartirishlar nima? Sodda tilda tushuntiradigan bo'lsam, 2026-yil birinchi chorak davomida yanvar oyi ish haqi to'lash muddati keladi. Yanvar oyida biz yillik ish haqini teng ulushda 12 oyga bo'lib taqsimlagan bo'lamiz. Shunday holatlar bo'ladiki, byudjet tashkilotlarida moddiy yordam so'rab yozadigan xodimlar bo'ladi. Otpuskaga muddatdan oldin chiqishga to'g'ri kelib qoladi. Har xil holatlar bo'ladi. Shuni hisobiga tashkilot tomonidan ish haqi so'rovi yuboriladi bizga. Ushbu mablag'larga, ushbu xarajatlarga mablag' yetmagan taqdirda tegishli tartibda tashkilot xatiga asosan byudjet davlat dasturi, Dimbat davlat dasturida tegishli tartibda o'zgartirishlar kiritamiz. Ushbu o'zgartirishlardan har chorak yakuni bilan kengashda tasdiqlab boramiz. Ushbu masalalarni tasdiqlab berishga amalga yordam berishlaringizni so'rayman. Kun tartibida 3 ta masalani o'qib eshitdim. Agar kun tartibi yuzasidan kimda qanday savol bo'lsa, javob berishga harakat qilaman. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi shu birinchi, ikkinchi, uchinchi masalalar bo'yicha ma'lum qildilar. Endi amaldagi tartib bo'yicha har bitta masala yuzasidan qaror qabul qilinishi kerak. Shuning uchun birinchi masala yuzasidan munosabat bildirish uchun so'zni man doimiy komissiya raisi Murodovga Gulovga beraman. Ya'ni shu birinchi masalaga kiritilgan masala bo'yicha. Birinchi masala bo'yicha munosabat bildirdilar. Hurmatli sessiya qatnashchilari, ya'ni deputatlar, sizlardan ma'ruzachiga birinchi masala yuzasidan va doimiy komissiyaga kimda savolimiz bor yoki taklif fikrimiz? Marhamat. Davlat
korxona tashkilotlarini moliyaviy xarajatlarini nazorati siz yuritadi, to'g'rimi? Mahalliy byudjetdan moliyaviy Mahalliy byudjetdan siz yuritadi. O'sha bo'yicha mana masalan korrupsiyaga qarshi yoki qonunbuzarlik holatlarini oldini olib nima ishlar olib borilyapti? Bu bo'yicha keyin mana hozir prezidentimiz o'sha o'tgan yilni yakuni bu yilga qilinadigan ishlar rejasida o'sha ma'ruzaga aytib o'tganda hamma narsa elektron tarzda o'tkazish. Shu bo'yicha nima ishlar olib borilyapti? Qanday mana masalan elektron qilinyaptimi yo odam inson omili qatnashyaptimi, qatnashmayaptimi? Mana masalan boshqa savol tushunarli. Javob beradigan bo'lsam, biz mahalliy byudjetdan moliyalashtirilgan tashkilotlarga xarajatlar oymasi tasdiqlangandan so'ng shtat smeti va yillik xarajatlar smetasini yil boshida tasdiqlaymiz. Bunda biz ro'yxatdan o'tkazamiz. Mahalliy byudjetdan moliyalashtirilgan tashkilotlar tasdiqlaydi. Bunda mahalliy byudjetdan moliyalashtirilgan tashkilotlarga 1 yillik rejalashtirilgan summasini beramiz ularga. Birinchi, ikkinchi guruh va birinchi navbatda birinchi, ikkinchi guruh xarajatlari, shart qonuniga kelgan to'lovlar, keyin oziq-ovqat, dori-darmon, ta'minot xarajatlari va boshqa xarajatlar. Ushbu xarajatlar doirasida xarajatlar smetasi yoyilmasi tasdiqlanadi yil boshida. Rashyot beriladi, hisob-kitobi beriladi. Har bitta qilinadigan xarajatini yil boshida tasdiqlab beradi. 1 yil. Keyin o'shani tegishli tartibda o'zgartirish kiritilgani hozir loyiha kirityapmiz. Uni nazorati o'sha tasdiqlab bergan loyihalarni rasyotlari bilan biz ko'rib chiqamiz. Har oy yakuni bilan mutaxassisim bor, o'rganib chiqadi, monitoring qiladi. Ushbu xarajat qilingan, ushbu xarajat qilinmagan. Nima uchun qilindi, nima uchun qilinmadi. Keyin uni qonuniy emasligini ro'yxatga o'tkazadigan g'aznachilik bo'limimiz bor. Har bitta xarajatni g'aznachilik bo'limi orqali ular ro'yxatga o'tkazadi. Yoki elektron do'konlarda o'ynaydi. U qaror bilan belgilab qo'yilgan Cooperation yoki milliy do'konlar bor. G'aznachilik bo'limini ishtirokchisi bo'ladi. Bu qonuniy hisoblanadi. Qonuniy bo'lgani uchun to'g'ridan-to'g'ri byudjet tashkilotlariga yo'l ochib qo'yilgan. Bu birinchi monitoring. Ikkinchisi davlat nazorat boshqarmasi hozir viloyat departament qoshida ochilgan KIRU, eski o'zimiz tilda aytganda KIRU organlari yil boshida ish rejasiga asosan tashkilot tomonidan tasdiqlangan, moliya bo'limi tomonidan ro'yxatga o'tkazilgan xarajatlar smetasi ishlat jadvallarini monitoring qiladi, o'rganadi, tekshirish o'tkazadi. To'g'ri rejalashtirilgan, to'g'ri rejalashtirilmaganligi bo'yicha. Keyin biz ular to'g'ridan-to'g'ri tekshiruvchi organ hisoblanamiz. Biz ularga moliyaviy yordam berib, qilayotgan ishlari qonun doirasida yoki qonun doirasida emasligini to'g'ridan-to'g'ri ularga ma'lumot beramiz. Rahmat. Budjet bo'yicha nisbatda deputatlarning ichida budjet bilan kishigan o'shachi 260 yildan beri aytaman o'zlariga insof qilsin. Kechagi yig'ilishda yuqoriga buni ma'lumotimizni yuqoriga achchiq gaplar bo'ldi. 28 milliard bejargansini 25 milliardga bajargansini to'g'ri? Xarajatlar 90% bo'ladi. Nima sababdan 3 milliard degani bitta deputat bo'ladigan. 22 ta kecha viloyat hokimi 22 ta masalani ko'tarib nima sabab 90% bajarish? Ular qaysi pozitsiyalar bo'yicha bajarilmayapti? Asosiy sabablardan biri shartnomalarga shot faktura, mana agar buxgalter bo'lib ishlagan kimdir bo'ladigan bo'lsa, shot fakturalar jo'natib berilmagan, ushbu xarajatlar amalga oshirilmaganda shartnoma tuzilgan, faqat xarajat programmada ko'rilmagani uchun 90% deb olishga majbur bo'lamiz. 28 milliard reja tuzilganda 28 milliard shartnoma bo'ladi. Yoki 28 milliard reja bo'ladi. Shartnoma demak bajariladigan shartnoma bo'lishi kerak. Shartnomaning sharti bajarilishi uchun to'lov amalga oshirilishi kerak-ku. To'lov amalga oshirilmagan. Misol oyning yakunida 20-sanadan keyin shartnoma qilinadi biron bir maqsad uchun. Umumiy javob beryapman, har bir tashkilot kesimida javob bermasdan, umumiy shartnoma sharti bajarilmadi, xarajatlar qilinmadi. Shartnoma o'tdi ro'yxatda, to'lov o'tmaganligini hisobiga men 31-mart holatiga olamanda kassa xarajatlarini hisobotni to'g'ri bo'lishi uchun ertaga ikkinchi chorakda hisobotini berishim uchun. Shunda xarajatlar amalga oshirilmagani hisobiga umumiyda ko'rinmay qoladi. Siz shahar hokimiyatining byudjetini
siz kritik gönderişiniz gerek. Bazen siz kıyan işinizi aytyapsiz. Lekin kimlardir sizga budjetga yaxshi yordam bermayapti. Siz bu tanqidiy bir bormi shu narsa? Man kelajakni o'ylayapman. Bu ancha o'zgarishlar bor. Bu 22ta manimcha keyinga mana shu 22ta viloyat hokimi ko'targan masalasi haddan muvofiq bo'lib kelsa kerak emas. O'sha uchun mana shuni aytyapman. Bundan keyin ham o'sha nima sababdan bajarmadi? Nima ish qildinglar? Nega kengash raisi bilmaydi? Nega shahar hokimi bilmaydi bu narsani? Nega endi faqat viloyat hokimi ko'pchilik ishini olmadi turg'izib qo'yishdi? Nega oldin olinmadi bu narsa? Shunaqa masala chiqadi. Rahmat. Soqchixon o'sha 30-dekabr 2025-yilda mahalliy byudjetga yangi yilga mahalliy byudjet shakllantirayotganda iltimos qilgandi. Ta'lim muassasalarini yozgi ta'mirlashlarga mablag' ajratish hamda bevositadan bepul ko'rikdan o'tkazish to'g'risida ortilgan mablag' hisobiga ko'rib chiqamiz. Savol: kechki bo'lsa mablag' ajratish imkoniyatimiz qanaqa darajada va avgustga yetganda bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazish imkoniyatimiz ta'lim sohasi uchun ajratilgan jami 20 milliard ajratilgan bo'lsa, ta'lim rahbari ham shu yerda o'zlari mana byudjet mablag'larini taqsimlaydigan o'rinbosarim bor. Ular bilan birga ta'lim rahbari bilan birgalikda sizlar uchun 26-yilda 20 milliard mablag' ajratildi. Birinchi, ikkinchi guruh buncha bo'ladi. Dori-darmon, kommunalka, qolgan xarajatlarni ta'lim bilan tashkilotni o'ziga qo'yib berdik biz. O'zlaringiz bo'lib berdilar, to'g'rimi aka? Jami kengash qarorida tasdiqlangan mablag'ni ta'limni o'ziga berdik. Tegishliligi, kerakliligi darajasi kesimida bo'lib chiqiladi. Kengashda tasdiqlangan summadan ortiqcha pul bera olmaymiz. Qo'shimcha tarzda ta'lim rahbari bizga xat beradi. Bu xatga asosan biz viloyatdan pul so'raymiz. Viloyat lozim topsa, ularda qo'shimcha mablag' bo'ladigan bo'lsa, ajratish imkoniyati bor. Bu masala ichida chiqilmasini tekshirasiz. Masalan, ben deputat saylagan mahallada birinchi maktab bor. 1752 kitap o'qiydi. 2 million, 100% 2 million. Hozir yozda sezilmadi. Qishda qorong'ida o'sha bo'ldi ko'chaga. Mana shu masalani mana to'g'ri tarbiya. Demak, masalan qo'yib chiqishimiz kerak. Davron boshqa shu yo'qmi? Bulardan keyin bular chiqadi. Qani ulardan bir savollar chiqishi kerak albatta. O'sha uchun kimda savol bor? Qo'shimcha bor, tabrisiz. Yirmi iki saat zaten sıkıntı burada. Maktabida 2090 dollar bo'lgan maktabda bolani vaqt berib o'tmaslik uchun lager tashkil qilingan, lekin 90 kunlik davr ichida elektr gazi suvni nazorat qilinmagan. Yo'l uchun sababi haqiqiy iste'moli smetida ko'rsatilgan. O'sha talab qo'ydim, taklif bo'ldi. Kamoliddin ham shunda sessiya paytida qilsam, olib soatlarni bizlar sababi ma'lum bo'lishi bo'ldi. Kurslarni boshqami, hozir aybdor bo'lgan ish so'zgardi. Hozir ishlarni taklif bo'yicha 90% bajarishga o'z savol beradi. Bunda yirik tashkilot usuli bo'ladi. Lekin mana o'rtaga boshqa parametrlar bo'yicha hatto bularga yenasi o'tilgan doktorlarning ko'p maktabning
kechki bo'lsa ham shu mablag' imkoniyatimiz qay darajada so'raydi? Savol bilan bo'ladi. Hurmatli aksiya Jo'raga bu haqida aytgan, agar sizlar bo'lsa, jo'raga siz birinchi sessiyada yangi domlaringiz maktab ta'mirlashga pul ajratish kerak hozirda. Mana ayrim maktablarda rahbar ota-onalar razillikka chiqqanda bu bo'yicha. Ular nima deyapti? Davlat ajratgan pulni ishlatmasdan deyapti, maktabga kelib pul yo'qolyapti degan gap qilyapti. Bo'ldi, endi bitta narsani men aytmoqchiman. Hozir mana birinchi masala bo'yicha fikr bildirildi, savol bildirildi. Mana taklifim o'zimning savolim bor. Nechta xodimiz bor? 13 ta. Rahmat. 13 ta xodimiz bor. Men o'zim rahbar bo'lishgan boshqalarman. Nurafshon shaharda moliya iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha olib borilayotgan ishlar talab darajasida emas. Meni fikrim. Ikkinchisi, bunga asos 150 million mablag' ajratilgan. Anaqaga haq deputatlar Nurafshon shahar kengashining faoliyatini yaxshilashga, jihozlashga, mebel jihoz boshqa programma 5 kungacha ijrosi bo'lgan. Berilmagan. Ha, berilgan bir bizni foydalanadi. Shuningizda nima deyapti? keyin ta'mir talab Shuningizda nima deyapti? Bu 15 kunda mablag' ajratilmadi. yo'q. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana shuning uchun nima demoqchiman? Hurmatli deputatlar, qaror loyihasi tarqatilgan bu bo'yicha. Ikkinchi masala bo'yicha hozir munosabatda eshitamiz. Uchinchi masala bo'yicha munosabatda eshitamiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi masala bo'yicha alohida qaror loyihalar tarqatilgan. Mani taklifim, fikrim, mana hozir bildirilgan deputatlarimiz bildirgan fikrlari o'zingizni ma'ruzingizdan kelib chiqib, maktab deputatlarimiz, ta'lim muassasasi rahbari hozir kelib chiqqandan keyin qaror loyihasini kotibimizga iltimos qilamiz, fikr ko'rishini qo'shib, ya'ni nimaga, agar shu 13 ta odamingiz bilan eplay olmaydigan bo'lsangiz, biza yordamga viloyatdan chaqiraylik. Nimani? Mana moliya boshqarmasida, iqtisodiyot boshqarmasida yoki boyagi o'zingiz tilingiz bilan eski bilan aytganda quruq nazorat taftish chaqirib, bitta o'zimizni tozalab olishimiz kerak. Nimaga? Bizni qaror birinchi chiqib turib ijrosi bo'lmayapti-da, chiqmagan qarorning ijrosi bo'lib ketdi. O'zim oldi. Значит, bu yerda yoki korrupsiyon holat bor, yoki bo'lmasa boshqa holat bor. Buni siz bilan biza mana uni biza qarorni kuni kecha bekor ham qildik. Ya'ni shu MCS murojaati bo'yicha 6 ta mahallaga kompyuter jihozlari, mebel jihozlari, boshqa jihozlar olib berilishi bo'yicha. Deb qaror chiqdi. Unga o'sha zahoti sessiya tugagandan chiqib ketayotganda o'sha jihozga yetib bordi. Kompyuter ham 6 ta mahallaga, mebel jihoz ham yetib bordi. Lekin bunga hali yetib kelmaganini bilmayapsiz. Shuning uchun men sizlarga shu narsani iltimos qilmoqchi edim. Men kerak bo'lsa, yo'q qaror loyihasiga agar qonuniy jihatdan kiritish imkoniyati bo'lsa, sizlarning taklifinglar bilan kiritish masalasini ko'tarmoqchi edim. Yoki bo'lmasa, kengash nomidan o'sha moliyaga yoki quruq o'sha nazorat taftishga so'rov bilan chiqib, Nurafshon shahridagi mana shu vaziyatni ko'rib berish. Chunki kechagi viloyat hokimini ma'ruzasida keltirilgan raqamlarga bitta tuman hokimi yoki deputatlar aybdor emas. O'sha 13 ta oyligini olib ishlayotgan xodimlar bor. Hozir o'zingiz aytyapsiz. Palonchini palonchi qiladigan o'rinbosarim bor. Yoki palonchining yo'nalishida yana boshqa o'rinbosaringiz bor. Lekin o'shalarni biza tanishmasligimiz emas gap. Balkim shu ijrosini, o'zini vazifasini to'liq bajara olmayotganligida. Shuning uchun men taklifim bo'ladi, buni shu doimiy komissiya bilan birgalikda ko'rib chiqib, yana tarqatilgan shu birinchi masala bo'yicha qarorni asos sifatida qabul qilsak, keyingi masala bo'yicha ham hozir xulosani eshitamiz deb, keyin doimiy komissiya bilan birgalikda yoki meni qo'lim bilan yoki doimiy komissiya raisining qo'li bilan shu nazorat taftishi chaqirib bo'lsa ham bitta Nurafshonni qo'lga olishimiz kerak. O'sha aybdorlar faqat bitta qanaqa
siz shug'ullaning hozir. Yaşayan yer satışı yoktu. Nimaga bitta narsani men aytaman. Biror shu shahar uyat bo'ladiki, biz o'zimizni sessiyamiz kecha yodim. Bizda pulimiz bor, imkoniyatimiz bor, jihozimiz bor, boshqamiz borda rejalashtirilmagan ish bo'lib ketyapti-da. Rejalashtirilgan, qabul qilingan qarorga ishlab bo'lmayapti. Tushundingizmi men hozir? O'shani o'zingiz shug'ullanib, bu narsa oxiriga yetib bermasangiz bo'lmaydi. Hurmatli deputatlar, bildirilgan savollar, takliflar inobatga olingan holda qaror loyihasiga tarqatilgan. Agar ma'qul bo'lsa, asoslarni inobatga olib, qaror loyihasini tasdiqlashga ovozga qo'yaman. Rozilar. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, asos sifatida qabul qilingan. Keyingi masala yuzasidan munosabat bildirish uchun so'z doimiy komissiya raisimiz ikkinchi masala yuzasidan. Murojaatga beramiz. Rahmat. Yoyilmas, xarajatlar yoyilmas. Doğrusu yukarıdaki kulüpte bana onlara tolerans olduğunu diye karanlıkta olmuş. Orada davranışı, bir tatlı olacak. Kaması, partisi, görüşemeyen bu davranışına orada nerede gibi orada davranışı doğru kendisi bundan doğru gelmişti. Doğrusu yedi dolar uygulamadan doğru sağladı. Sağ ol. Çünkü oyun kendisi biz bir şekilde mutlaka düşünüyoruz. Tabeladan soruluyor. Cevap almalarını diyoruz. İslam cevaplarını diyoruz. Oyun kendisi akıllarsa nasıl çıkıyordu? Hayatında soruluyor. Mazkur ikkinchi masala yuzasidan mas'ul deputatlarimizni savollari bormi yoki fikrlar yoki yuqorida shu bildirilgan masalalarni ikkinchi masalaga ko'tarib, ya'ni qanaqa? Mani taklifimki, bu sessiya kechikib o'tyapti. Ya'ni moliya iqtisodiyot bo'limi tomonidan shu birinchi oylik bo'ladimi? Hozir 3 ta masala bo'yicha hujjatlarni taqdim etish sessiyaga, doimiy komissiyaga talab darajasida emas, o'z vaqtida sifatli qilib taqdim etish masala. Bu degani bu tegida ham boyidagi kamchilik bor. Shuning uchun meni fikrim hozirgi taklif bildirilgan fikrlar inobatga olib, agar boshqa deputatlarda savollar bo'lmasa, qaror loyihasini asos sifatida qabul qilsak va boyagi ularni berayotgan ma'lumotlar, doimiy komissiyaga berayotgan ma'lumotlari, hisobotlari, amalga oshirilayotgan ishlari umuman bugungi kun talabiga javob beradi. Rozimisiz deputatlar? Rozi bo'lsalar ovozga qo'yaman. Rozilar? Betarafli yo'q, qarshili yo'q. Qaror asos sifatida qabul qilindi. Uchinchi masala yuzasidan. Ya'ni yer maydonlarida bo'lgan huquqdan sotishdan tushgan tushumlar hisobidan chiqarilgan namoyishlarni tasdiqlab berish so'ralgan. Bu tasdiqlab berish ham juda katta muhokamaga sabab bo'ldi. Doimiy komissiyada ko'rib chiqildi. Ya'ni qaysidir foizgacha tuman hokimini qaror farmoyishlari, hokimlarni qaysidir foizgacha tuman shahar kengashlarida ham bo'ladi, qaysidir foizgacha viloyat kengashlarida yoki bo'lmasa viloyat hokimi qarorlari masala. Shuning uchun bu bo'yicha material juda kech doimiy komissiyaga berildi va Shohjahon Urgash qanchadan beri ishlayapsiz? Buni oldin ishlagansiz-ku. 1 gektar Demoqchimi? Kadastr bilan sog'liq bo'ladi. Ben cuma günü başkan bıraktığı için 10 gektar yer, 1 gektar yer, 1 bölge ilk geçimi aşağıdan alacak için. Sonra bir engelli hakamazı başa aksiyon, ondan şık başladı gibi bunlardan bu tarafa. Başa şimdi soruyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. To'g'ri. Nurafshon shahrida hozir 1 gektar yer unaqa va undan qimmat qoldi. Bu o'zi bu yer 1 milliard bo'ladi.
O'shaning uchun tadbirkorga sotiladi. demoqchimanki, aka Nurafshon shahrida viloyat hokimi Zoir To'rayevimiz aytganlaridek nima deydi, porloq Nurafshon shahriga mos bo'lgan ish qilishimiz uchun imkoniyat bor. Faqat siz bilan bizdan talab darajasi ish bo'lmaydi. Buni ta'minlab yetishimiz kerak. Shuning uchun uchinchi masala bo'yicha munosabat uchinchi masala bo'yicha yer maydonlaridan bo'lgan huquqlarni sotilgandan tushgan bo'yicha hisobotlarni farmoyishdan tasdiqlash so'ralgan. Shu masalalarni ko'rib chiqqansida shu bo'yicha munosabat bildirsiz. Fakat halollik, ittifaklık, 23. yılda şehir hakiminin kararını, vilayet hakiminin şartlandılar, şahidi toplatkanın havaliyle var. Bu şansın üstüne yapmış kere, bu şansın can kırık yapıyor. Shuning uchun mana aytayotganimizdek, agar boshqa deputatlar kun tartibidagi masala yuzasidan savollar bo'lmasa, taklif hozir bildirilgan takliflar, fikrlar doimiy komissiyani raisimizning taklifini inobatga olib, sal bitta qattiq kirishib, aytilgandek deputatlarga ham juda qattiq ta'qib qildi. O'sha kecha man sessiyada o'zinglar sizgan do'stlar bu so'zdan oldingi so'zni o'qib olaman. Ya'ni hayajonli. Demoqchimanki, talab darajasida emas, man buncha gapni eshitishga man o'sha yerda ham zo'rg'a o'tirdim. Deputatlarimiz ham zo'rg'a o'tirdi. Agar kirgan bo'lsa sizlar eshityapsiz. Shuning uchun mani taklifim doimiy komissiya bilan birgalikda, deputatlarimiz bilan birgalikda, kerak bo'lsa o'zim kirishaman birgalikda, shu viloyat moliya boshqarmasi bilan birgalikda, nazorat taftish bilan birgalikda nomini o'zgargan hozir. O'shalar bilan birgalikda bitta g'alabani ko'tarib olishimiz kerak. Kadr yetarlik, oylik yetarlik, ish yetarli emas. Shuning uchun qaror loyihasini asos sifatida tasdiqlab berishinglarni so'rayman. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Hurmatli deputatlar, agar rozi bo'lsangiz, qo'l ko'tarib ovoz berishinglarni rozilar. Sizlar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror loyihasi asos sifatida ovozdan qabul qilindi. Siz tayyorgarligingizni qiling. Berilgan savollarga javob berib ketsam, birinchi masala doimiy komissiyaga material to'g'ri yetkazib berilmadi degan. Doimiy komissiya bugun soat 3 da bo'ladigan bo'lsa 11 da xabar topiladi. Birinchi masala. Soat 4 soat oldin 3 ta masalan bor. Doimiy komissiyaga berishim kerak bo'lgan. Shuning uchun to'liq taqdim eta olmadim. Lekin bugun sessiyada o'qib eshitadigan hamma masalani o'rtaga Zoom orqali o'qib eshittirdim. Aka, mana shu masalalar bo'ladi. Shu masalalar hozir tayyorlayapman. O'sha kuni kechqurungacha Ibrohimga yetkazdim hammasini to'g'ri. Arada 2 soat vaqtim bo'lgani uchun to'liq bera olmadim. Aka, bitta gap aytaman. O'sha kuni men sobiq hokimdan ham gap eshitdim. Oldingiz sessiyalarda ham, bundan keyingisida ham gap eshitdim. Qanaqa? Siz to'g'risizda kamchiligingizni menga aytdilar. Ya'ni qanaqa qilyaptilar? 4-25-chisla kuni xatni beryapsiz. Ma'lumoti yo'q degan. Hokimga axborot beryapsiz. Men kengashga 25-chisla kuni ma'lumot berdim hozir. Haqiqatda kod bilan aniq qilib chislasi bilan beryapsiz. Lekin tegida ma'lumoti yo'q. Ma'lumotini siz shuni ichida bergan kuningizda misol uchun mana masjidda 25-yilda shu tayyor ma'lumotni siz berishingiz kerak. Doimiy komissiya bu xatdan keyin mana fishkasi bilan chiqqandan keyin ularga ular keyin o'sha narsani ko'rib kunini belgilaydi. Material. Siz hozir aytayotgan gapingiz noto'g'riki, nimaga? Doimiy komissiyani bilishini men 1 soat oldin, 2 soat oldin yoki boshqa paytda bildim. Siz mana shu xat bilan berganingizda to'liq ma'lumotni 100% o'sha savol bo'lmaydigan darajada qilib berishingiz kerak. Keyin doimiy komissiya kunini aytadi. Ya'ni mana misol uchun
25-da bergan bo'lsangiz, 28-da soat 3da maylis deb aytasiz. O'shaning uchun siz bu narsani masalan, bu narsa amaliyotda bo'lgan. Shuning uchun men kotibiyatni mudiriga ham, mutaxassislarga ham aytamanki, ofitsialniy qaytarib ol. Rasman qaytarib ol agar kamchilik ilovasini bermasin. Shuning uchun men sizga to'g'ri bu aytayotgan gapingiz, o'zingiz oqlamoqchi bo'layotgan gapingiz bu noto'g'ri. Shuning uchun men qo'shimcha bor, uzr, men bu kengash Hani telefon ortamında vakti kadar kurtulmak olur. Falan bunu vakti veriyor olmakta, namazı veriyor olmakta, abone namazı veriyor. Ulan namaz kalmaz. Aynen suçu. Rahmet. Bu düşünün doğru. Şu mesele boyunca gelişme oluyor. Ama kanun boyunca da namaz bağlı mı? Hatırlayan şu kaldı. Eğer şu kalırsa kanun verilmesinde umman ücret kazanmasında İki kat aldı, 10 gün aldı. Gazetede çıktı. Halktan nima için bana şunchalik gapni bo'lyapti? Gap xalq bilmayapti qilayotgan ishimizni. Xalqqa yetib bormayapti qilayotgan ishimizni. Matbuotda bu narsalar chiqmayapti. Mana bugun oldik mana bu narsani. Bundan aytib charchanib kotibiyatga bugun qo'limizga beryapti. Bundan bilamiz. Bir hafta oldin bo'lishi kerak bu narsalar. 2,5 mal birinchi chorak man, birinchi yarim millionman bu o'ylayapman. Birinchi chorak. 2 oy o'tyapti. Nima iloji bo'lmadimi shuni? Ozroq chiqarish. Shuning uchun taqiqlarni o'rinli boshqa keyin safar javob berasiz. Reglamentga o'tib ketdingiz, siz javob berishni olish, siz ana doimiy komissiyada ish tayyor bo'lib kelishingiz kerak. Doimiy komissiyada nima degan gaplar? Shuning uchun biz shoshilinchda boydagi o'sha zohat bergansiz, bir soatda materialni ko'rib chiqishni kerak. Shuning uchun siz voqeada harakatingizni qiling. Biz ham o'zimizni munosabatimizni bildirdik, endi yana bildiramiz. Shuni shunaqa. Rahmat. Qo'shimcha sifatida yana keyingi masalamiz bor. Tasdiqlangan masala bo'yicha shahar sport maktabini hisoboti bor. Men shahar sport maktabi rahbariga so'z bermoqchiman, Sabzin Rahmatullayevga. Shaharda jismoniy tarbiya sport to'g'risidagi qonunni bajarilishi, bo'lsa shu shaharda amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan hisobot berish belgilangan kengashda va dasturni tasdiqlash belgilangan. Va shu asosda moliyalashtirish belgilangan. Vakolat qonunda kengashga berilgan. Shu yuzasidan o'rganish ham qilindi, so'rov ham chiqarildi va ma'lumot olindi. O'tgan safar sessiyada qatnashish olmadi, tushuntirish xatini yozib berdilar. Shuning uchun bugungi sessiyada masalalar qoldirilgan. Shuning uchun ma'ruza uchun so'zi man maktab rahbari Sabzin Rahmatullayevga. Assalomu alaykum. Roshon shahar raisi va hukumat deputatlar, tashkilot rahbarlari. Yani Rahmatulloh Sardor Sotovic, Roshon shahar hukumat raisi. Asosiy bizdagi jismoniy tarbiyadagi faoliyatimizni aytib o'tadigan bo'lsam, Roshon sport maktabi 2016 yilda foydalanishga topshirilgan. Hozirgi kunda Roshon shahar sport maktabida 23 nafar trenerlar faoliyat yuritadi. 13 sport bo'yicha. 13 sport turida 10 tasi olimpiya sport turlari. Ya'ni prezidentimiz Prezidentimizni 2022 yilda davlat sport ta'lim muassasalarini o'rtaga yangi tizimga olib chiqish bo'yicha 168 qarorida sport maktab ta'lim muassasalarida olimpiya sport turlariga urg'u berish uchun katta qaror bilan tasdiqlangan va noolimpiya sport turlari sport maktab faoliyatida
yoshlarida negizida ya'ni olimpiya sport musobaqalariga Osiyo jahon chempionatlarida O'zbekiston sharafini himoya qilishga asosiy qaratilgan bo'ladi. Bugungi asosiy ma'ruzamizdagi masalalar aholini sog'lom turmush tarziga jalb qilish va to'g'ri ovqatlanish masalalarini bo'yicha ishlarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Nurafshon sport maktabi tomonidan va hurmatli hokimimiz boshchiligida mahallalardagi sport targ'ibotchi guruhlarni tasdiqlab olganmiz. Har bitta mahallaga sport targ'ibotchisi bor. Ayollar har bitta mahalladan 30 dan ortiq sport targ'ibotchisi bor. Bizga hozir har shanba kuni ommaviy sportga, ya'ni aholini sog'lom turmush tarziga targ'ib qilish masalalarini belgilab bergan. 2026-yilda Prezidentimiz 7-aprelda video selektorida sport maktablari, umumiy jismoniy tarbiya sportga qaratilgan faoliyat yana bir karra bizni ishlashimizga katta zamin bo'ldi. Bu yerda hozir mana aholini aynan Yaponiya tarjimasi, Yaponiyani yoki boshqa chet ellarni tajribalaridan kelib chiqib, aholini sog'lomligi, ya'ni o'sha muhtaram Prezidentimiz Beselektorda aytdiki, sportga jalb qilingan odamlar qanchalik ko'proq sportga jalb qilinsa, sport bilan ko'proq muntazam shug'ullansa, kasallik, ya'ni dori-darmonga yoki tibbiyotga murojaat qilish kamayadi degan narsani aytib o'tdi. O'shani amalga oshirish uchun har bitta mahallalarda, ya'ni Nurafshondagi 16 ta mahallalarda sport targ'ibotchilari guruhlarini shakllantirdik va tasdiqladik. Bu sport targ'ibotchilari bilan uyushmagan aholini, ya'ni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan, 30 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan aholini sportga jalb qilish masalalarini yo'lga qo'yib oldik. Bundan tashqari faoliyatimizda mahallalarga, ya'ni 8lik tizimida o'zi sport seleksioner trenerlar biriktirildi. Sport maktabidan har bitta mahalla, ya'ni 5 ta mahallaga bitta seleksioner trener lavozimi joriy etildi. Bu lavozim joriy etilgani, ya'ni o'zimizdagi qamrovdagi shtat birliklaridan kelib chiqib seleksionerlar tashkil qilindi. Hozir har bitta mahallada sport burchaklari va sport targ'ibotchilari ro'yxati shakllanib, har shanba kuni sport kunini belgilab olib, sport tadbirlarini o'tkazib kelyapmiz. Sport tadbirlarini ommaviy yo'nalish bo'yicha bu alohida yo'nalish, ya'ni muntazam shug'ullanuvchilar alohida, ommaviy sport bilan shug'ullanayotganlar, ya'ni jalb qilinayotganlar alohida va sog'lomlashtirish guruhida shug'ullanayotganlar alohida tizimga ega bo'ladi. Muntazam shug'ullanuvchilar, mana sport maktabimizda qariyb 1000 ga yaqin sportchi yoshlar bo'lsa, buning ichidan 200 dan ortiq qizlar bo'ladigan bo'lsa, bular muntazam shug'ullanuvchilarga kiradi. Ommaviy sport musobaqalarini bu yil mana har yili reja qilib, kalendar rejani hokimimiz tasdiqlab beradi. O'sha tasdiqlangan rejaga asosan sport musobaqalarini o'tkazib boramiz. Musobaqalarni o'tkazganda aholi o'rtasida, ayollar, o'qituvchi, pedagog xodimlar o'rtasida yoki hokim kuboklari musobaqalari tizimli ravishda ommaviy sport musobaqalariga kirib boradi. Bundan tashqari 5 tashabbus musobaqalarini o'tkazib boryapmiz. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish uchun sport sinovlarini joriy qilganmiz. Ta'limi maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi bilan birgalikda, maktablar bilan birgalikda sport sinovlarini topshirish, sport sinovlarida yuqori natijani, ya'ni yuqori natijani bajargan sportchilarga sport nishonlarini va sport ekipировкalarini berib kelmoqdamiz. Asosiy hozirgi kundagi urg'uni shu aholini ommaviy sportga jalb qilishga qaratganmiz. Endi to'g'ri ishimizni juda yuqori saviyada yoki juda reytingda baland deb ayta olmayman. Hozirgi kunda sport maktabi tizimida aholini sportga jalb qilish. Qarang, hozir reglamentdan chiqib ketyapsiz. Deputat
deputatlarimizga hozir gapirib beryapsizman, o'zim ham juda ko'p sportda ishlayapmiz. Hozirgi qo'ygan ma'ruzingiz unaqa tayinli ma'ruza bo'lmayapti-da. Konkretniy nima ish qilish kerak, qanaqa ish qilish kerak. Siz hozir birinchi keldingiz, olimpiya sport turlarini rivojlantirishimiz uchun sport maktabida olimpiya sport turlarini boshlaysiz, kettasan sog'lomlashtirish kerak. Asosiy o'z vazifangiz nima? Nimaga? Bitta savol sizga. Hozir doim komissiyani ko'rib chiqildi, o'zlari munosabatlarini bildirdi. Undan keyin savollar qilamiz va qo'shimcha sizga aytishni o'tmoqchi bo'layotgan narsa, siz ommaviy bilim bilan shug'ullanasizmi yoki professionalizm? Hozirgi kunda o'sha aytib o'tganim ham professionalizm, ham ommaviylik, ham sog'lom turmush tarziga jalb qilish bo'yicha o'ylayman. Endi shuni hozir bergan hisobotingizni ko'p chiqdik-da. Nurafshon shahar Toshkent viloyatining markazi. To'g'rimi? 22 ta tuman shahar ichida oxirgi sportda necha foiz o'tiribmiz, necha o'rinamiz? 12-chi o'rinda o'tiribmiz hozirgi kunda. Rahmat. Keyingisi, men professional olimpiya sport turlari bilan shug'ullanishimiz bo'yicha necha o'rinda o'tiribmiz? Bugün 15-chi o'rinda o'tiribmiz. Eshitasizlar, 15-chi, 12-chi. Bu markaziy sport maktabi. Shu narsani markaziy sport maktabi, mana misol uchun Samarqand viloyatini Samarqand shahri, yoki bo'lmasa Buxoro viloyatini Buxoro shahri, yoki bo'lmasa boshqa viloyatda boshqa shahri. To'g'rimi? 8 yil bo'ldi mana shu shaharda tashkil bo'ladi. Nimaga haligacha biz 12, 13, 14, 15 ta yo'lga o'tolmayapmiz? Shuni o'tkazish uchun sizdan biz dastur so'ramoqchi. Qisqa vaqt ichida qanaqa qilib biz birinchi o'rin bo'lishimiz kerak? O'shani siz qila olasizmi? Yoki nima yordam kerak bizdan? Yoki bo'lmasa nima qilish kerak? Mana hozir basseyn qurilyapti. Xudo xohlasa buyuk bo'lmasa keyingi ishga tushadigan bo'lsa, hozirdan siz bilan kadr tayyorlashimiz kerak. Mana shu yerda hozir sinxron suzish bo'yicha Toshkent viloyatida bitta ham kadr yo'q. Lekin bitta kadr topildi, o'sha ham 1,8 ming so'mga maktabda oddiy jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lishdi. Uni kim yetarli, kim sport shkolaga joylaydi, kim uni bazaga joylaydi, kim o'shani bolasini qiladi. Sport maktabi qiladi, to'g'rimi? Albatta. Ana o'sha narsani shunaqa olimpiya bitdi, sinxron suzish. To'g'rimi? To'g'ri. Nechinchi maktab dedim, 4-chi maktab. Misol o'sha yerda bor ekan. O'zi teg rossiyalik qiz, yo'lga kelgan, qolgan zo'r kadr. To'g'ri. Faqat uni sal yetaklashingiz kerak, o'zingizni yo'lingizga tushirishingiz kerak. Mana hozir masalan uchun sinxron suzish qilasiz. Tomondan ovqat ishlar, olimpiya boshqa bitlarni ochib turib, imkoniyatimiz bor, sharoitimiz bor. Yetmayotgan bo'lsa, pul so'raysizmi deb turdik hozir biz kengashda. Mana shu sohalarni rivojlantirishga. Lekin siz albatta kengashda shuning uchun mening taklifim bo'ladi sizga. Hozir mana munosabatni eshitganimizdan keyin deputatlar savol-javoblarimiz va fikrlarimiz, takliflarimizni aytamiz, keyin qaror qabul qilamiz. Men agar ruxsat bersalar, hurmatli deputatlar, bu masalaga ham doimiy komissiyaga ko'rib chiqildi. Doimiy komissiya raisimiz munosabat bildirsalar, sizni ma'ruzingiz bo'yicha reglamentni keyin munosabatdan keyin bildiriladigan fikrlar, savollar bo'lsa, undan keyin qaror qabul qilsak, menimcha maqsad bo'ladi. Marhamat. Hurmatli kengash raisi, biz doimiy komissiya sport maktabiga bordik, sport maktabida o'rganish o'tkazdik. Hokimiyat xodimlari bilan, hokimiyat mudiri ham hammasi birgalikda. Haqiqatda siz aytgan gaplar hammasi e'tirozlaringiz to'g'ri. Qaror loyihasida sportni rivojlantirish, ommaviy sportlarni tashkil etish, shuningdek sport musobaqalarini yuqori saviyada o'tkazish, sport jihozlarini ta'minlash, sport inventarlarini ta'minlash, bundan tashqari yuqori o'rinni egallagan sportchilarni rag'batlantirish bo'yicha mablag' so'radik. Qarorda bor so'ragan mablag'ni. Yana bundan tashqari o'zlariga ham hech tashabbus emasga mablag' bor ekan. O'sha mablag' ham olib o'zlarining nimasiga ishlatilyapti. Bu yerda e'tirof qiladigan joylarimiz ham bor, siz aytgandek kamchiliklarimiz ham bor. Shunga 12-15-o'rinlarga aytishmaydi.
sport maktabida bunda olimpiya sport turlari bo'yicha suvdagi o'quvchilarimiz bor. Tayyorgarlik o'quvchilarimiz bor. Bizga yaqin Toshkent dengizida shug'ullanayotgan o'quvchilarimiz xalqaro sportga shug'ullanadi. Buyuk sport maktabida o'quvchilar. Mana shu tomonlarni aytsak bo'ladi. Rahmat. Shuning uchun men sizga aytmoqchiman. Men bitta taklifim, o'tiring, rahmat. Mana taklifim, qanaqa savollar so'raymiz-ku, men taklifim nima demoqchiman shu narsa. Solishtiramiz. Sizga davlat byudjetidan qancha pul beriladi? Lekin xususiy sport klubiga davlatdan qancha pul beriladi? Xususiy sport klubiga davlatdan umuman pul berilmaydi. Nabarat u xususiy davlat sport klubi davlatga soliq beradi. To'g'rimi? Sizga shuncha imkoniyat bilan pul beriladi. Lekin uni yutug'i bilan sizni yutug'ingizni solishtiradigan bo'lsak, uni yutug'ida oltin medali yoki boshqasi sog'lomlashtirish bilan shug'ullanayotgan insonni ko'proq bor. Shuning uchun men nima demoqchiman, mani fikrim, taklifim, savolim bo'ladiki, keyingi sessiyaga boyagi ijtimoiy tarbiya sport to'g'risidagi qonun qabul qilingan, yangi o'sha yangi qonun bo'yicha o'zingizni kelajakdagi dasturingizni o'qib chiqdingizmi? Nima deydi? Sport faoliyatini yanada shu muomalasida ko'rib chiqish bo'yicha Va nima deydilar? Kengashga nima vakolat berilgan? Vakolat nima deydilar? Siz shundan foydalanishingiz kerak. Aytilyapti kengashda. Sport sohasi bo'yicha hisobot eshitadi, baho beradi, dasturini tasdiqlaydi, moliyaviy mablag'ini belgilaydi. Shu bo'yicha ish qilar edi. Men oddiy gapiraman. Demoqchimanki, siz bilan biz hozir imkoniyatni yig'izib, chiroyli qilib o'sha sport maktabimizdan trenerlar ham kelib turibdi. O'sha Toshkent dengizidan ham bitta bo'lim ochib olsak bo'ladi. O'shanga sizga nima to'sqinlik qilyapti? Vazirlik to'sqinlik qilyaptimi? Boshqarma to'sqinlik qilyaptimi? Unga bizlar doimiy komissiyamiz yordam bersinmi? Yoki kengash yordam bersinmi? Yoki hokim yordam bersinmi? Shuningizlar bilmoqchiman. Mana mana siz bilan bizni pokazatelimiz o'sadi. Men Melena degan qizimiz chempion bo'ldimi? Kim hisobiga ketdi? Toshkent shahri ixtisoslashgan maktabini hisobiga. Ko'rdingizlar? O'shadagi trenerlar oyligi oshib ketdi. Byudjetda. O'sha narsani siz agar bu yoqqa olib qonuniy qilib qilsak, hali o'shani bizga ko'taradi. Bizni trenerimiz oyligi oshadi. Bizga qo'shiladi, Nurafshonni sportchisi bo'ladi. U nima deyapmiz hozir? Nurafshonni o'quvchisi. Lekin Nurafshonni sportchisi emas. Nurafshonni o'quvchisi, sportchi, oliy mahorat sport maktabi. Shuning uchun men sizga demoqchimanki, keyingi sessiyaga mana shunaqa rezultatlarni inobatga olib, aniq manzilli dastur, ro'yxat, mablag' kiritsangiz, mablag' masalasini shunda keyin ko'rib chiqsak. Bu yerda mana qaror loyihasi tarqatilgan. Qaror loyihasida mablag' ajratish to'g'risida kiritilmagan. Shuning uchun kimda yana qanaqa savollar bor? Ishlayapmiz, ishlanayapmiz, demayapmiz. Lekin talab darajasida, Nurafshon shahar darajasida, viloyatda markaziy darajasida ish ketdi. kengash raisi to'g'risida hozir aynan Baydarkor konvoyi bo'yicha mutaxassis chiqqan mutaxassis olib kelib Baydarkor konvoyi boshlamiz. Ular akademik ishga kirish bo'yicha trenerimiz bor. Mudir Alisher bizni trener hisoblanadi. Og'irlik nuqtamiz haqiqatan hududdan kelib chiqib sport turlarini tanlab olish. Biz endi ko'proq kurashga hisoblashgan, shu kurashga yo'naltirganimizda bunda juda respublika va O'zbekiston Kubok chempionatlarida natijalarimiz qanday ketganligiga hozirgi kunda siz aytgandek suv sport turi bo'yicha akademik ishga kishish Baydarkor konvoyi bo'yicha trenerlarni takomillashtirdik. Reytingimizga yana bir narsa to'sqinlik qiladigan narsa Nurafshon hozir shtat birligimizda ham misol uchun Chirchiq shahar bilan solishtiradigan bo'lsak, hududimiz qancha katta kichikligiga qarab 96 nafar shtat birligi bo'ladi. Chirchiq shaharda 96 nafar shtat birligi bor. Nurafshon shaharda 22 ta shtat birligi bor. Trenerlar faoliyatida. Agar shtatlarni 4-5 nafarga oshiradigan bo'lsa, shtatlarda o'sha qolgan rivojlanayotgan mana rent deymizmi, chinsida hokkey deymizmi, suzish deymizmi, shu sport turlariga trenerlarimizni ishga olishimiz ko'lami kengayib, chempionlarimiz
man sizni tushuntirman, shuning uchun sizga shu savolni beryapmanki, man ham hokim o'rinbosari bo'lib ishlaganman, sport vazirligida ham ishlaganman, boshqalarmi hokim o'rinbosari bo'lib ishlaganimizda Yangiyo'l tumanida bitta sport shkolasining yoniga talab qilib ikkinchi sport shkolani ochtirganmiz. Ishlayapti hozir, bitta sport shkolasi. Boshqa tumanlarda ishlamasa, Zangiottada ikkita, Xonimgaron yo'q, bitta. nimada? Zangiottada, Angrenda, Toshkent, Yangiyo'l tumani. Yangiyo'l tumani. Ko'rdingiz, ikkitaga erishganmiz-da ochib. Undan man kengash raisi emas edim. Yoki hokim emas edik. Hokim o'rinbosari sifatida yurib qilib harakat qilib ochgan. Sizga mana shuncha deputatlarimiz, hokimimiz, to'y uchgacha aytdilar. Biza yordam beramiz deb turibdi. Katta to'sqinlik bo'lyapti. Nimaga biza ocha olmaymiz? Nimaga oliy sport mahorat maktabini yoki viloyat ixtisoslashgan maktablarini biza Nurafshonga olib kela olmaymiz? Nimaga bittasi Qibrayda, bittasi Chirchiqda, bittasi boshqa rayonda o'tirishi kerak? Nurafshon shahar markaz bo'lgandan keyin shu yerga olib kelish bo'yicha taklif kim beradi? Siz berasizki, to'g'rimi? Siz faqat haligi sport maktabi bo'yicha 22 ta odamingiz bilan qilgan ishingiz emas. Butun Nurafshon shahri kelgusidagi rejasi. Sportni rivojlantirish, ommalashtirish, umuman yutuqlari boshqa viloyatlarnikidan ham kuchli bo'lib, Nurafshon shahardagi viloyat markaziga mos bo'lib, ertaga misol uchun Toshkent shaharga ham raqobatlash bo'ladigan darajada siz dastur qilib berishingiz kerakki, biz shunga yordam qilishimiz kerak. Shuning uchun mana shu masalani keyingi aniqga kiritib bersiz, maqsadni kimdasiz? Sabzavot Toshkent viloyat markazida sport boshlaysiz. Eng asosiy shuni tushunishimiz. Shunaqa. 16 maktabimiz, 16 maktabda stadion bor. 5 ta stadionimiz bor. Nega ishlamayapti? Har bir maktabda sport boshlaysiz. Shunaqa? Shunaqa. Sizni hisobingizga qo'shish kerak. Ular nima ish qilyapti? Faqat g'azva qilyaptimi yoki bo'lmasa biz qilmabmi? Siz o'zingiz joyingiz Toshkent viloyat markazini sport boshlaysiz. O'shaning uchun o'z joyingizni egallang. Bu parkeda sizga ikkinchi savolim, shaxmat bo'yicha shaxmat shashka sportga kiradimi, kirmaydi? Sportga kirsa, modabo'yga bor, kurashga bor, futbolga bor. Yosh bolalarning intellektini o'stiradigan shaxmatga o'qishadi. Nimaga yo'q? Shaxmat federatsiyasi man bilaman. Nima shunday bolalar? Albaniydan keldi. 10 yashar bola, 16-17, 3-4 haligi maqib tashladi ko'rsa, 7 bo'lib ketdi. 9 yasharli bolani ko'tarib rasmga tushdi. Nimaga endi? Aynan mana bu yerda ko'plab o'qituvchilar bilan intellektni haligi rivojlantiradigan sportga ishtona yo'q shaharda. Buni masalan. Sportda shaxmat turi bo'yicha juda qiziquvchilar ko'pida, lekin mutaxassis yetishmaganligi uchun Islom institutiga ham borib mutaxassis bo'yicha memorandum o'tkazib keldik. Mutaxassis yo'q. O'rtacha sketdan topolmadik. Oqqo'rg'ondan bitta mutaxassis topib, olib o'sha shaxmat federatsiyasiga joylashtirdik. Bunga qo'shimcha dars beraylik desak, Oqqo'rg'ondagi boshqa joyda darslari ko'p, ololmayapti. Faqat bitta guruh ochgan hozirgi kunda. Shaxmatni, umumda shaxmatlarga qo'liga shaxmatni berdik, bolalarni jalb qildik. Xudo qolsa, yana qo'shimcha bizga bir mutaxassis kerak bo'lyapti. Mutaxassis hozir o'rtachasidan yoki sketga yana qo'shimcha olib kelamiz. Shu bo'yicha sport maktabi o'zida ham xona tayyorlab qo'yganmiz. Mutaxassis yetishmaganligi uchun shaxmatni aynan rivojlantira olmayapti. Rahmat. Kimda qanaqa savollar bor yana? Agar savollar bo'lmasa, men qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihasida boyagi keltirganimizdek qo'shimchalarni, takliflarni shu shaxmat bo'yicha, boshqa bo'yicha mutaxassislarni olib kelishi, umuman dastur qabul qilish bo'yicha bir oy muddatda jismoniy tarbiya sport to'g'risidagi qonunni ijrosi yuzasidan batafsil ma'lumot, dastur, chunki mana keyingi 6 oylik boshlanadida,
o'sha bo'yicha hamma hujjatlarni tayyorlab kengashga taqdim etishingizni so'raladi. Shu narsani tushuntiramiz. Agar ruxsat bersangiz, hurmatli deputatlar, qarorlar tasdiqlangan asos sifatida bildirilgan fikr va taklif savollari inobatga olib qabul qilishda ma'qul bilsalar ovoz berishinglar so'zini qoldiradi. Rahmat. Hozirda rahmat, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. So'zingizni egallashingiz mumkin. Bitta narsani bilib qo'ying, boya aytganidek, Nurafshon shahriga mos talab darajasida emas ish. Keyingi masala yuzasidan hamma hurmatli deputatlar kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar ko'rib chiqildi. Endi kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar ko'rib chiqildi. Bugungi sessiya kotibimiz tomonidan sessiya yakunlari yuzasidan axborot tayyorlangan. Ahmad axborot berishi so'raladi. Sessiyada raislik qiluvchi tomonidan har bir masala ovozga qo'yildi va e'lon qilindi. Sessiyada ovoz berish jarayonida barcha deputatlar urinib turdi. Har bir masala yuzasidan bir ovozdan rozilar degan savolga qo'llarini ko'tarib ovoz berdilar. Ovoz berish natijasi qayd etib borildi. Kun tartibidagi 7 ta masala yuzasidan qatnashgan 17 nafar deputat har bir masala yuzasidan bir ovozdan rozilar degan savolga qo'llarini ko'tarib ovoz berdilar. Qarshilar, betaraflar bo'lmadi. Sessiya kun tartibi bo'yicha 7 ta masalaning hammasi ko'rib chiqildi. Sessiya davomida reglament tartib qoidalari buzilishi holati kuzatilmadi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya olib borish yuzasidan kimda qanday taklif fikrlar bor? Mana shu sessiyada qarorlar qabul qilyapmiz, lekin nazoratsiz qolib kelyapti. Shuning uchun ijrosiyani o'zidan qo'shimdan e'tiroz bildirdi. Shuni taklifim keyingi sessiyada shu kotib mudirimizni hamma o'sha qarorlar bajarilgan, bajarilmaganligi to'g'risida hisobot tayyorlab, sabablarni aniqlab, nima qilsin. Chunki mana shu kasalxonadan oldin 2 marta qabul qilindi, bir tomonlama yo'l qilinadi. Lekin hali ham qilingan yo'q shu hojatda. Shu to'g'risida axborot tayyorlab. Bu ish rejada ham bor, topshirig'imizda ham bor, bayonnomada ham biza xodimlarga belgilaganmiz. Keyingi sessiyaga material qilib kiritilib, ijroiy inson va hokimiyat bormi, boshqa soha bormi, hammasi hisoboti bilan keladigan darajada qilib, hokimiyat mudirimiz hisobot bersa maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana kimda savoli bor? Agar savollar yo'q bo'lsa, Xalq deputatlari Nurafshon shahar kengashini 22-sessiyasini yopiq e'lon qilaman. Barchangizga sihat salomatlik va muvaffaqiyat tilayman. Hammaga kelganingiz uchun rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat.